Assalomu alaykum. Sizlar bilan tezkor xabarlar bugungi ish faoliyatini boshlaydi. Boshlashdan oldin esa like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushining 6-kunida vaziyat Eron ichida tobora keskinlashmoqda. Shu bilan birga Fors ko'rfazi, Livan va Iroq bo'ylab mintaqaviy taranglik kuchaymoqda. Eron Hormuz bo'g'ozida global dengiz savdosiga tahdid qilinganini ma'lum qildi. Yaqin Sharqda janglar bir necha frontlarga tarqalmoqda. Bundan tashqari AQSh suvosti kemasi Shri-Lanka sohillari yaqinida Eron harbiy kemasini cho'ktirgan. Eslatib o'tamiz, chorshanba kuni AQSh suvosti kemasi Hind okeanida Shri-Lanka janubiy qirg'oqlari yaqinida Eronning Iris Dena fregatini torpeda bilan cho'ktirgan. Shri-Lanka dengizi kuchlari 87 jasad topilgani, 32 kishi qutqarilganini bildirdi. Kemalarga hujum qilish tahdidi sabab dengiz qatnovi deyarli to'xtab qolgan. Eron davlat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, AQSh va Isroilning 5 kunlik hujum natijasida 1045 kishi halok bo'lgan, 6000 dan ortiq odam yaralangan. Marhum oliy rahbar Ali Xameneyning o'g'li Mojtaba Xameney Eronning keyingi oliy rahbari bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rilmoqda. U yillar davomida hukumat tizimida ta'sirini kuchaytirib, Eronning maxsus harbiy siyosiy tashkiloti bilan yaqin aloqalar o'rnatgan. Eron Tashqi ishlar vazirligi AQSh va Isroilni mamlakat bo'ylab 33 ta fuqarolik obyektiga hujum qilganlikda aybladi. Ular orasida shifoxonalar, maktablar, turar joy hududlari, Tehron Grand Bazar va tarixiy Golestan Place majmuasi ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Eronlik kurd qurolli guruhlari Eronning shimoli-g'arbida hukumatga qarshi qurolli hujumini boshlagan bo'lishi mumkin. Iroq kurdlari urushga qo'shilishi mumkin. AQSh rasmiylari Iroq Kurdistondagi kuchlaridan Eron hududiga qarshi operatsiyalarda yordam berishni so'ragani aytilmoqda. Shimoliy Iroqdagi kurd kuchlari hozir tayyor holatda turibdi.